Va biz endi darsimizni keyingi bosqichiga o'tamiz. Biz sanalar degan qismiga o'tamiz. Dates. Biz datesni ikki xil usulda aytishimiz mumkin. Sanalarni aytish juda ham oson. Biz British Englishda aytishimiz mumkin va American Englishda aytishimiz mumkin sanalarni. British Englishda Britaniyacha ingliz tilida sanalar quyidagicha aytiladi. Sizlarga hozir ko'rsataman. British Englishda qanday qilib aytamiz? The plus boy o'rganganimiz ordinal number plus of plus oy kuni. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Formulasini ko'rib oldinglar. Formulaga hozir misol keltiraman bitta. Hamma maktabda ingliz tilida yozgan-ku, to'g'rimi? Mana shunaqa qilib. Mayning 5-kuni. Bu britancha variantimizda. Endi juda ham oson va simple bo'lgan amerikancha variantini ko'rsataman sizlarga. Amerikanchada juda ham oson. Biz shunchaki oyni va ordinal numberni aytsak bo'ldi. Ordinal number deganim hamma tushunyapti-ku, to'g'rimi? Tartibdagi son. Misol keltiramiz. Boyagiday 5-may deydigan bo'lsak, biz shunchaki may 5 deb qo'yamiz bo'ldi. Bu amerikanchadagi misol keltirilganida. Endi hozir yana qisqa misolda ko'rsatamiz. My birthday is on the 1st of September. Mening tug'ilgan kunim sentyabrning 1-kunida. Bu endi mening tug'ilgan kunim 1-sentyabrda deyapti. Sizlarga savol kommentariyada ushbu misol British Englishdami, American Englishdami aytilyaptimi bu sana yozilishi. Ikkinchisini ham aytaman. Independence Day is on the 1st of September.
Ha, siz hammasini to'g'ri topdingiz. Bu hozir Britaniyacha uslubda sana aytilishida yozilyapti bu mashqlar. Ha, biz darsimizni davom ettiramiz. Do'stga o'chirib tashlayman. Endigi o'rganadigan narsamiz bu ingliz tilida yillar. Yillar qanday aytiladi? Yillarni biz ikki xil usulda aytishimiz mumkin. Hozir buni ham sizlarga juda ham oson qilib o'rgataman. Yillar misol uchun sizlar mana shu men yozayotgandagi tushunmagan so'zlaringni o'zlaring daftarlaringga yozib olinglarda, tarjimondan tarjima qilib o'zlaringga vokabular qilib yozib olinglar. Lug'at boyliklaringni oshishiga yordam beradi. Yillar qanday aytiladi? 1900 dan misol uchun 1999 gacha bo'lgan yillarni olib qaraydigan bo'lsak, ikki qismga bo'lib aytishimiz mumkin. Bundan oldingilarni ham shunday aytishimiz mumkin. Endi men misol uchun shuni keltiryapman-da. Ko'p ishlatiladigan yillar shu yillar oralig'ida. Misol uchun 1995-yilni qanday aytamiz? 1995. Biz buni ikki qismga qanday bo'lamiz? Hurmatli tomoshabinlar, e'tibor bering. 1995. 1995. Ya'ni 1995. Biz shunaqa ko'rinishda aytishimiz mumkin yillarni ikkiga bo'lib olib. Yoki bo'lmasam 2000 dan buyoqdagi yillardan misol keltiraman. 2000 dan hozirgi vaqtgacha misol keltiramiz sizga hozir. 2005-yil deylik. 2005-yil. Buni to'liq aytishimiz ham mumkin. To'liq qilib 2000 deyishimiz mumkin. İki min umumiy beryapti. 5. Mana tushunyapsizlarmi? 2005. Va biz bu 2000-yildan buyoqdagi yillarni ham yana ikkiga bo'lib aytishimiz mumkin. Oldinga misol keltiraman, do'stga ham bozorga olaylik. Juda ham katta yozganim uchun sizga hali bunaqa do'stga katta bo'lsa ham ko'p sig'dira olmayman. Misol uchun 2024-yil. Buni ham biz 20-24 deyishimiz mumkin. Ko'rasizlarmi, bu tanlov o'zlaringlar. Xohlasanglar ikkiga bo'lib aytinglar, xohlasanglar to'liq aytinglar. Bunaqasidan to'g'ri bo'lib ketaveradi. Bunga misol keltiramiz. I was born in 1998. Shunda men 1998-yilda tug'ilganman deyapti.
yoki bo'lmasam this year is 2025 yoki 2025 desam ham bo'ladi. Bu yil 2025-yil. Hammaga tushunarli degan umiddaman. Tushunmayotgan bo'lsanglar bemalol kommentariyada so'rashlaring mumkin. Demak biz darsimizni davom ettiramiz. Endi sizlarga kerakli maxsus savollar va foydali so'zlarni o'rgataman. Eng ko'p ishlatiladigan savollar. Eng ko'p ishlatiladigan savollarimiz qaysilar? Bugun qaysi sana? What is the date today? Tarjimasi bugun qaysi sana? Ushbu darsga juda ham e'tiborli bo'lsanglar, dars oxirida bonus qo'shimcha ajoyib yana o'rgatadigan narsam bor. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. When is your birthday? Tug'ilgan kuning qachon? Demak bu eng ko'p ishlatiladigan savollar. Va sen qaysi yilda tug'ilgansan? What year where o'tgan zamonda bo'lyapti, shuning uchun where ishlatyapmiz. Where you born? Qaysi yilda tug'ilgansan? Mana shu 3 ta savol juda ham ko'p ishlatiladi. Buni yozib olib yodlab olsanglar ham bo'ladi. Va buni tagidan yozib bo'lgan bo'lsanglar, men juda ham bizga qo'l keladigan foydali so'zlarni yozmoqchiman. Ushbu mavzuga aloqador foydali so'zlar. Today, yesterday, tomorrow, year, months, day. Bu so'zlarni tarjimasini hozir bilib olamiz. Bugun, kecha, ertaga, yil, bu yil, oy, kun, day degani bu kun degani, month degani oy degani, year degani, yil degani, tomorrow ertaga, yesterday kecha, today bugun.